Dunyodagi eng kichkina orolning nomi Bishop Rock deb ataladi. Ba'zilar bu orolchani episkop qoyasi deb ham atashadi. Bu orolchada faqat bitta minora qad ko'targan. Bu minora Buyuk Britaniyaga tegishli. Buyuk Britaniyaning g'arbiy nuqtasi Atlantika dengizida joylashgan. Bu orolcha dunyodagi yagona g'aroyib orolchadir. Dunyodagi eng kichik orol deb Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan. Bu orolcha faqat bir donagina xarsang toshdan iborat. Britaniyada qadimgi qonunchilikda har qanday dengizda qad ko'targan xarsang tosh orol deb hisoblanadi. Aynan mana shu qonunga ko'ra bu ulkan xarsang tosh ham o'sha paytlar orol deb yuritilgan. Orolchadagi minoraning balandligi 52 metr. Orolcha shunchalik kichkinaki, bu orolchada minoradan boshqa hech narsa yo'q. Bu minora kemalar xarsang toshga kelib urilmasligi uchun qurilgan. Dengizdagi bu orolchaga minora qurish oson bo'lmagan. Birinchi marta 1847-yil orolchaga minora qurish ishlari omadsiz yakun topgan. Dengizning baland to'lqinlari minorani buzib tashlagan. Ikkinchi bor minora qurilishi muvaffaqiyatli yakunlandi. Minora og'ir granit bloklaridan qurilgan. Birinchi minora esa temir materialidan qurilgan edi. Minorani qurish uchun ancha yillar vaqt ketgan. Minorani 11 yilda, ya'ni 1858-yilda qurib bitkazilgan. Minoraning og'irligi 6000 tonna. Minora uzoq yillar davomida tabiat injiqliklariga bardosh berib kelmoqda. Minoraning ustki qismida vertolyot qo'nishi uchun qo'nish maydonchasi ham bor. Minoraning ichi odam kirishi uchun mo'ljallanmagan. 1875-yil 7-may kuni orolcha yaqinida Britaniya tarixida katta fojialardan biri sodir bo'lgan. O'sha kuni Schiller deb nomlangan katta paraxod orolcha yaqinida dengiz ostidagi qoya toshlarga urilib halokatga uchragan. Natijada 355 ta inson hayotdan ko'z yumgan. Faqat 37 ta odam qutqarib qolingan.